Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisiz sizlar? Xudo xolasa ish jarayonini ko'rsatib berishga harakat etamiz. Qo'ldan kelincha birinchi hat firmasida yana kranimiz 12 tonnalik zamilon. Ko'rsatamiz hozir qo'ldan kelincha tushuntirib berishga harakat etamiz. Kranimizdan zamilon. Lekin aka ishni ishga o'tirdi normalmi? Bo'ladi, normal. 12 tonnalik kran. Nechga kran ishlashlari normalmi hammasi? Jotgim. Instagram'nikimiz, telefon raqamimiz yunshada yozilgan. Bu yerda rasmlarni ham chizib qo'yibmiz. Kranimiz 12 tonnalik, yana ko'rishingiz mumkin. Kranimiz 4 talik trosda turibdi. Bu yerda 12 tonnani metrda ko'tarish, yana 10 metr, 15 metr, 20, 25, 32 ana shunday xullas kran. Eng uzunda 2 tonna 390 kilogramm ko'taradi. Teyindasa 12 tonna ko'taradi. Kranimiz strelasi 70 metr. Balandligi 75-80 atrofida bor. 76 metr. Kranimiz balandligi.